2026-yil uyga kamera qo'yish nech pul bo'lyapti? Do'konlaringizga, ishlab chiqarish joylaringizga kameralar qo'ymoqchimiz. Hozir to'liq ma'lumotni qana funksiyada, qana nech xil variantlarda borligini Muhammadjon akamdan olamiz. Assalomu alaykum Muhammadjon aka. Yaxshimisiz? Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Aka, endi to'liq ma'lumot bersiz, qanaqa usulda, qana variantlari bor? Kameralarimiz hozirgi kunda eng arzon varianti 200 ming so'mdan boshlab ko'tarilib ketaveradi. Hammasi o'zining funksiyasi, ishlash quvvatiga qarab turib farqlanib boraveradi. Qanaqa qulaylik berayotganiga qarab narxi qimmatlashib ketaveradi. Endi kameralarimizni sim kartada ishlaydigan variantlari yoki mana bunaqa quyosh panelida ishlaydigan variantlari bor. Umuman sim talab qilinmaydi. Simsiz xohlagan joyingizga, misol kimdir fermasi bo'lishi mumkin, kimdir dala hovlisi bor, to'k yetib bormagan, shunaqa joylarga olib borib qo'yib qo'yishadi. Cho'l zonasida ham bemalol ishlayveradi. Uzluksiz xohlagan joylardan telefon orqali ko'rib turishsa bo'laveradi. Misol musofirda yurganlar, chet elda yurganlar ham bemalol ko'rib turishaveradi. Uyga o'rnatib bersa, misol chet eldagilar ham parolini berasiz, hamma ko'rib o'tirishaveradi. Ko'rib turaveradi. Misol bitta programma orqali 10 tagacha odamga ulab bersa bo'laveradi. Bemalol ular hali telefonlardan nazorat qilib turishaveradi. Endi qana variantda, pullarni nech pul qana tushuntirib o'sha aytganimdek sim kartali, quyosh panelli yokida mana bunaqa apparaturalar bilan yig'ib beradigan variantlarimiz bor. Endi kameralar xonani ichki qismi uchun mo'ljallangan va tashqi qismi uchun mo'ljallangan turlarga bo'linadi va kameralarimizda ovoz olish funksiyasi va telefon orqali gaplash funksiyasi, ya'ni kolonkalari ham mavjud bo'ladi kameramizda va tunda rangli olish funksiyalari va odamni ko'rganda, transportni ko'rganda yoki baland tovush bo'lganda telefonga xabar berish funksiyalari bor bo'ladi hozirgi kunda kameralarimizga. Endi qanaqa funksiyani, qanaqa qulaylikni xohlasa klientlarimiz, shunga qarab turib kameralarimizni yig'ib beraveramiz. Misol uchun 360 gradus aylanadigan bo'lsin desa, 360 gradus aylanadigan kameralarimizni bir necha turdagi turlari mavjud. 180 gradusga oladigan, odamning yuzini aniqlab oladigan, lift uchun mo'ljallangan, xonani ichki qismi uchun mo'ljallangan yoki kechasi kunduzi rangli tasvirda olib beradigan kameralarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Misol ko'pchilik ko'rgan bu kameralarimizni kassalarda oldi uchun, ofislar uchun qo'yib qo'yilgan. Misol oddiy mana shu kameramizdan ovoz yozadi va telefondan turib gapirsa bo'ladi, karneyi ham mavjud bo'ladi. Shunaqa. Misol holatdan kelib chiqib bemalol qilib beraveramiz. Xohlatsa yana uyga kirib chiqish uchun domofonlarimiz ham, misol buni ham telefonga ulab, masofadan turib bemalol ko'rib turishsa bo'ladi. Qulflar ulab turib, misol eshikni masofadan turib ochishaveradi. Bularda ham bir necha turdagilari mavjud. Misol klientlarimiz xohishiga qarab istalgan turdagidan qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Va qulflarimiz ham bir necha turdagilari mavjud. Mana bunaqa faqat отпечатка, brelok va kod orqali ochiladigan zamoklarimiz bor, akkumulyatorli bo'ladi. Bemalol misol parollarni mana qo'yib olib, pod'ezd uchun yoki kvartirangiz uchun qo'yib qo'ysangiz yoki ofisingiz uchun qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ijaraga berganda ham qulay ekan, bir oyga kelsangiz, bir oyga. Shunaqa funksiyasi borki, bularda bitta zo'r fishkasi, misol muddatli nimalarni belgilab qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu hozirgi nimalarda, qulflarda, misol bir hafta yoki bir oyda belgilab qo'yasiz, shundan keyin unga u bergan parolingiz уже u parol orqali kirishalmaydi bu nimaga. Mana bunaqa Face ID orqali ishlaydigan qulfimiz ham mavjud. Bu ham domlar uchun, kvartiralar uchun tavsiya qilamiz buni. Ichkari tarafida 4 dyumli monitori bo'ladi va tashqaridan endi hozir umuman kalit olib yurmasangiz ham bo'laveradi yoningizda. Bemalol kelasiz, knopkaga bossiz, yuzingizga ochaveradi qulfni. Akkumulyatori ham 1 oy, 1,5 oygacha bemalol yetadigan bo'ladi. Bunda ham masofadan turib gaplashsa bo'ladi. Kamerani vazifasini ham bajaraveradi bu narsa. Ular olsa bo'ladi. Eshik tagidan odam o'tganda uni rasmga oladi va telefonga xabarnoma qilib jo'natib qo'yadi. Keyin aka, misol bizda vodiy bo'yicha misol xizmat ko'rsatamiz, keyin Farg'ona, Marg'ilon bo'yicha borib o'lchash kerak. Qana nechta kamera ketadi, xizmat ko'rsatamiz. Maslahat berish bepul. Misol joylarga borib, nechta kamera qo'yilishi kerak bo'lsa, shu haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu bepul bo'ladi va boshqa viloyatlardan bo'ladigan bo'lsa ham, ularga ham telefon qilsa, ularga ham tushuntirishlarni olib borishimiz mumkin va kameralarni boshqa viloyatlarga dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Bemalol aloqaga chiqsa, O'zbekiston bo'ylab arzon narxlarda zo'r qilib yetkazib beramiz. Arzoni necha puldan necha pulgacha bor? Xo'p, o'sha aytganimizdek 200 mingdan boshlab ko'tarilib ketaveradi. O'sha sifatiga o'zi hamma kameramiz sifatli, 1 yilgacha garantiyasi bo'ladi. Endi sifati deganda qulayligi, tasvirga olish sifati o'zgaryaptimi, shunga qarab qimmatlashib ketaveradi. Keyin mini kamera xohlagan odamlar uchun ham mini kameralarimiz bor, kichik o'lchamda bo'lgan, akkumulyatorli kamera bo'ladi, Aziz brendiniki.
bitta to'liq zaryadi bir sutkadan bir haftagacha bemalol ishlab bera oladi. Beriladi. Xohlashsa sim kartaligini, xohlashsa Wi-Fi da ishlaydigan variantini qilib beramiz. O'zlari xohlagan joyga olib borib qo'yib qo'yishadi, bemalol nazoratda turadi. Yoki kichik chaqaloqlar uchun ham, misol onalarimiz uchun ham zo'r telefonlarga yo'lab olishadi, bolalarni xonasiga qo'yib, misol oshxonada ish qilishayotgan bo'lsa ham telefonlardan bemalol ko'rib turishaveradi. Keyin yana klientlarimizga bitta zo'r maslahat berardim. Misol kamera olishdan oldin, misol fact checking qilib olsin yoki internetdan sifatini ko'rsin yokida shu SVS, Hikvision, Dahua brendlarimiz, Toplink brendlarimiz bor. Shu brendiga, kafolatiga qarab kamera olishlarini tavsiya qilamiz, chunki brak mahsulotini olib qo'ymasliklari uchun va pullariga kuyishmasin degan maqsadda. Maqsad. Aka, xo'p, kameradan boshqa yana nimalarimiz bor aka? Xo'p, kameradan boshqa shu aytganimizdek domofonlarimiz bor, shlagbaum yoki turniket kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqishaveradi yoki pojarniy sistema bo'yicha ham bemalol qurilmalarni yetkazib beramiz. Sizga to'lov usullari qanday usulda bo'ladi aka? Xo'p, xohlasa naqd yokida pul o'tkazish yo'llari bilan ham ishni olib borsak bo'laveradi. Misol uchun qo'shni, misol 12 ta viloyatga, misol Toshkentdan yoki Vohadan chiqsa, sizga kartangizga pul tashlab bersa, biz dastlabki puli kelishilgan yoki xohlasa bitta pochtadan shaharlararo yetkazib berasiz. Yetkazib beraveramiz bemalol. Muammosiz, xohlasa uylarigacha yoki yashab turgan tuman manzillarigacha yetkazib beramiz. Kimga shunaqa kameralar, xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerga akalarimiz nomerlarini qo'yib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizga ham rahmat, Muhammadjon aka. Sog' bo'ling aka.